o'smani paydo qildi, keyin bu o'sma qanaqa o'zgaraydi? Rakka o'zgaraydi. Ha, Abdumjid aka, mush tamoqni bak tez yeyish, tamoqni bak qiziq yeyish, mush salomatlikka ziyonliqmi, mush to'g'riliqni so'zlab bergan bo'lsangiz. Ha, bo'ladi ukam. Hozirgi jamiyatimizda nurg'un odamlar qaysi a'zosiga bak ko'ngil biladi desa börak, oshqozon, yurak, ming qatorliq bunda yo'g'on a'zolarga ko'ngil bilib, inchga ba'zan a'zolarga jiq ko'ngil bilmaydigan ahvol bor. Keyin o'zining hayotiga xavf yetgan chig'ida opla, mening badanimda mushunda a'zolarga bor ekan-ku deb hayron qilish mumkin. Endi biz meditsina ilmida bir tal olmani 15 minut yeb bilan deymiz. Odatdagi bir tal olmani 15 minut yeb bilan deymiz. Bu nima degan gap degan chig'imizda, mushu olmani bir tal chaynab qo'yguncha bu erib pishirgan olmani 15 minut yeb bo'lash degan gap. Jiq chaynaq tomoqni chiq chaynab bo'lib, uningga yutung degan gap. Chunki qizil o'nkach, yana mushu yutqunchoqdan oshqozongacha ketgan oraliqda 25 santimetrlik qizil o'nkach kanali bor. Bu qizil o'nkachninki o'zida 3 dona taraygan o'rin bor. Birinchi taraygan o'rin dal yutqunchoq. Undan keyin 15 santimetr pastda yana bir tal taraygan o'rin bor. Bunda qizil o'nkach bunda taraydi, undan keyin yana bunda bir taraydi, undan keyin oshqozon kirish og'zini bir taraydi. Endi tomoqni tiziydi degan gap, tomoqni chaynamaylam yutib atdik. Har doim o'sha chaynamay yuting chog'imizda dal taraygan o'rinda yegan yemak-ichmakimiz qattiq narsalar nayt asallam zidi paydo qilib qo'ydi. Bu zidi paydo qilgandan keyin bu to'xtamay bir narsa yeb turgandan keyin bu zidi asta-asta qadam shalvarab, yo'g'inab, o'smini paydo qilib, qizil o'nkach o'skichisi yoki bo'lmasa qizil o'nkach rakini paydo qilib qo'ydi. Keyinchi bunda odamlar ig'izini suv o'tmaydigan holat shakllanib, suv ichib bo'lguncha ig'izini yenib chiqadigan ahvolni keltirib qo'ydi. Shunga tomoq yegan chig'imizda biz ko'p chaynab uningki yutishga odatlanishimiz kerak. Ikkinchi birisi yutqunchoq rakida ko'p qisib uchraydigan ishlar nima degan chig'imizda qiziq tomoq yeyish. Ba'zi odamlar shunda qattiq tomoq bir yerdan o'sishunda huzur his qilganga o'xshash, ba'zi odamlar qiziq tomoq yegan chig'im undan keyin tomoqdan huzur ololmaydi. Qiziq choy, qiziq tomoq, tilini ko'ygidek tomoqlar ig'izga kirgandan keyin undan keyin bular shu tomoqdan huzur ololmaydiganlarni shakllantirib qo'ydi. Bu holatda nayt asallam o'sha qiziq tomoqlar, qizil o'nkach bular yutqunchoqninki shu nepiz shilliq pardalarini dastlab qadamda zaxmlantirib, keyin o'sha qiziq tomoqlar asta-asta iste'mol qilinavergandan keyin yutqunchoqninki o'sha qizil o'nkachdan taraygan o'rinda nayt asallam zaxmlanishi paydo qilib, keyin o'smini paydo qildi. Keyin bu o'sma qanaqa o'zgaraydi? Rakka o'zgaraydi. Shunga tuqqanlarga deydigan gapimiz, a'zolarga kuynash jihatda mushu chechingizdan boshlab toki putingizda tirnoqligicha bo'lgan butkul a'zo sizning badaningizdagi o'zining rolini jiddiy siz uchun sizningki sog'lom sifatli yashashingiz uchun to'xtamay xizmat qilayotgan a'zolar. Hammasiga ko'ngil bilayli. Hargiz börak qilam, oshqozon qilam, yurak, jigar qilam ko'ngil bilmayli. Mushuningga o'xshash bizga jiq bilinib ketmaydigan, doim yesak ko'ngil bilmaydigan bunda a'zolarga ko'ngil bilmasak, bayanqa o'xshash mushu qiziq tomoq yeyish, tez tomoq yeb, qattiq bir narsa o'tgan chog'da unga huzur qilgan bunda ahvollar keyincha 5 yil yo 10 yillardan keyin sizlarda qizil o'nkach o'smasini, qizil o'nkach rakini paydo qilib qo'yishi mumkin. Hatto bu ig'irlashib, keyin butun badaningizga rak hujayralarning taqlishiga sabab bo'lib qilishi mumkin. Shu tuqqanlarningki mushu tomoq yeyish jihatda bak diqqat qilishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Men har kuni nochi tibobat o'limini so'zlab o'tibman. Kanalga yoqqan bo'lsa, g'anju qilib qolinglar. Yurak bip qolinglar. Fikr taklif qilgan bo'lsa, yozib qolinglar. Ko'rishlar bo'lsa